Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Flexbox haqida gaplashamiz. Flexbox bu web dizaynda elementlarni joylashtirishning eng qulay va zamonaviy usuli. Oldin biz elementlarni yonma-yon qo'yish uchun margin float yoki position kabi murakkab usullarni ishlatardik, eslaringda bo'lsa. Lekin Flexbox bilan bularning barchasi juda oson va tushunarli bo'ladi. Flexbox yordamida biz ota konteynerga bitta buyruq beramiz va uning ichidagi bolalar, ya'ni elementlar shu buyruqqa bo'ysunadi. Natijada ular avtomatik ravishda chiroyli tartibda joylashadi. Keling endi buni amalda ko'ramiz. Mana oddiy HTML kodimiz bor. Bu yerda container degan ota element va uning ichida 3 dona box degan bola elementimiz bor. Endi CSS qismiga o'tamiz va misollar keltiramiz. Birinchi kodni yozaman har doimgidek, keyin tushuntirish qismiga o'tamiz. Mana bu yerda e, eng muhim qator bu display flex. Display flex bu qator yozilgan zahoti konteyner ichidagi barcha bokslar yonma-yon joylashadi. Oldin ular pastma-past ketardi, endi esa flex qoidalariga ko'ra harakat qiladi. Ikkinchi qatorda backgroundga rang berganmiz. Bu faqat fon rangi, shunchaki ko'rinish uchun. Padding, uni pastiga padding 10 piksel berganmiz. Konteyner ichidagi bolalar atrofida biroz bo'shliq qoldiradi. Ya'ni bokslar atrofida biroz bo'shliq qoldiradi. Endi boks klassimizga o'tamiz. Bokslar uchun esa kenglik va balandlikni 100 pikseldan berdik, ya'ni width bilan heightni. Shuning uchun ular aniq ko'rinadi va margin 5 piksel berganmiz. Har bir har bir quti atrofida tashqi bo'shliq, ya'ni ular bir-biridan biroz masofada turadi. Ya'ni bir-biriga orasiga masofa qo'yamiz 5 piksel. Text align bilan line height berganmiz. Bu raqamlarning qutining o'rtasiga joylashtirish uchun ishlatamiz va natijani ko'ramiz. Va ko'rganlaringdek, 3 ta bola box qutimiz bor va yonma-yon joylashdi. Qanday joylashdi? Display flex qoidalariga ko'ra joylashtirdik. Endi flex direction va flex wrap haqida gaplashamiz. Flex boxda elementlar qanday yo'nalishda joylashishini flex direction bilan belgilaymiz. Misol uchun, default qiymat row, ya'ni elementlar yonma-yon chapdan o'ngga ketadi. Agar biz ularni ustun qilib qo'ymoqchi bo'lsak, flex direction column deb yozamiz. Keling buni sinab ko'ramiz. Bularni kommentariyaga oldim va aytganimdek flex direction
kolumnni ishlatamiz va natijani ko'ramiz va bunga ozgina uzunlik beramiz. 400 piksel qildik va ko'rganlaringdek yonma-yon tushdi. Bu yerda elementlar tepadan pastga qarab joylashdi. Height 400 piksel esa konteyner balandligini belgilaydi. Shunda farq aniq ko'rinadi. Agar elementlar konteynerga sig'masa, ular siqiladi va buni oldini olish uchun flex wrap qo'shamiz. Va ko'rib olasizlar, sal g'alati eshitiladigan bo'lishi mumkin. Ular hammasini kommentariyaga joylashtiryapman. Bir o'zlaring analiz qilib uyda tekshirib olsalaring ham bo'ladi. Flex wrap qo'ydik. Bu kod elementlarni yangi qatorda davom ettiradi. Ya'ni ular konteynerdan chiqmaydi, balki pastga tushib ketadi. Va ko'rganlaringdek endi justify content bilan gorizontal joylashishni ishlatishni o'rganamiz. Buni ham kommentariy ichiga qo'ydim va display flex yozdik. Justify content. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat display flex bilan ishlayapmiz va buni qutilar ustida ishlatyapmiz. Dars oxirida bitta chiroyli kichkina loyiha bor, o'shani qilib ko'ramiz va ko'proq tushunib olasizlar. Justify content center elementlarni o'rtaga jamlaydi. Endi elementlarni asosiy o'q bo'ylab qanday taqsimlashni ko'ramiz. Buning uchun justify content ishlatdik. Va ko'rganlaringdek elementlar o'rtaga joylashdi. Bu yerda elementlar konteynerning o'rtasiga jamlandi. Boshqa variantlar ham bor. Masalan, flex start, ya'ni bu yerda centerning o'rniga flex start yozsalaring bo'ladi. Bu chapga yopishtiradi, ya'ni devorga yaqin qo'yadi. Flex end bor, o'ngga yopishtiradi. Xuddi shu chapachasi. Space between bor, birinchi va oxirgi elementlarni chekkalarga surib qolganlarini teng bo'shliq bilan taqsimlaydi. Bularni gapirgandan tushunmaysizlar va o'zlaring uyda ishlatib ko'rsalaring bo'ladi. Space around bor, elementlar atrofida teng bo'shliq hosil qiladi va space evenly bor. Barcha elementlar orasida teng bo'shliq bo'ladi. Bunga o'xshagan juda ko'p kodlar bor. Ularni ishlatsalaring ham bo'ladi. Endi elementlarni vertikal yo'nalishga qanday joylashtirishni align items bilan belgilaymiz. Va buni ham har doimgidek kommentariyaga olib qo'yaman. Ularni o'zlari analiz qilib olsalaring bo'ladi. Va yana uzunlik beramiz, height. Va bunga 200 piksel qo'yamiz. Va aytganimdek align item beramiz va bunga center beramiz. Bu kod elementlarni konteyner balandligining o'rtasiga joylashtiradi. Agar har bir elementni alohida boshqarish kerak bo'lsa, align self ishlatiladi. Va buni bu safar bolalarga ishlatib ko'ramiz. Ya'ni bola qismi degan box klassiga ishlatib ko'ramiz. Bular hammasini kommentariyaga oldim. Kommentariyani bilasizlar, bu kodni aktiv qilmaydi. Ya'ni bu kod turadi va lekin ishlamaydi. Endi boxga last child, ya'ni birinchi bola, faqat birinchi boxga ishlatamiz. Ko'rib olasizlar, bu o'tgan darslar davomida aytib o'taman, buni ham o'zining mavzusi keladi. Misol keltirib tushuntiryapman sizlarga. Align self flex and ishlatamiz. Faqat oxirgi element pastga yopishadi. Uzr. Bular endi kommentariy bo'lib qoldi. Hammasi ishlatish uchun ochish kerak. Xatolik ketdi bu yerda. Hozir to'g'rilaymiz uni. Ko'rganlaringdek
bitta boks pastga, qolganlarini aktivdan chiqardi va bitta boksni pastga tushirdi. Bunaqa xatolar ko'p chiqib turadi Visual Studio X4da. Ko'p kod ishlamay qoladi, aktivlikdan tushib turadi. Va bu kodni to'g'irladik. Endi Flexbox yordamida oddiy navbar yasaymiz. Amaliy misol aytganimda amaliy misol keltirdim. Ya'ni bu kichik bir loyiha. Bularni hammasini o'zlaring yozib olasizlar. Buni o'chirib tashlayman video davomida. Yangi kichik loyiha qilib ko'ramiz. Xartonga birinchi yozaman, keyin oxirida tushuntiraman. Uzr, bugun ovozim yaxshi chiqmayapti, chunki ozgina mazzam yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Endi CSS qismiga o'tamiz. Bu yerda HTMLda bularni yozdik. CSS qismiga bularga dizayn beramiz. Menu klassini oldik. Bunun ichidagi ahrefni olamiz. Rang bilan margin beramiz. Uzr, ozgina xatolik ketibdi. Bu yerda justify contents space between ishlatishimiz kerak edi. Logoni chapga burishimiz kerak edi. Space between. Ko'rganlaringda logo bu tomonga o'tdi. Origin item center esa ularni vertikal markazga keltiradi. Xuddi ko'rganlaringdek. Bu har bir saytda ko'rgan bo'lsalaring logosi bo'ladi va bu yerda qism bo'ladi. Ko'pincha ingliz tilida yoziladi. About haqida, content, kontakt kurslar bo'lsa, masalan men kurs anonsini olib ko'rdim, misol keltirdim. Bugun biz Flexbox'da asoslarini o'rgandik. Bu kodlarda uyda analiz qilib ko'rsalaring ham bo'ladi. Asosiylarini o'rgandik. Asosiy justify content, display flex ishlashlarini, tizimini o'rgandik. Text decoration qo'ydik va klasslarda ota va bolani ishlashini o'tgan darsda ham ko'rsatgandim. Bu darsda ham xuddi shunday menu berdik, klass berdik, klass menu, klass logo. Bu oddiy ko'rish mumkin sizlarga ertaga kelajakda shunaqa loyiha olsalaring har bir veb saytda ust qismida bo'ladi. Bitta ko'rsatib ko'raman bittasini. Misol uchun bitta veb sayt bu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Masalan, qaysi Amazonda men ko'pincha ishlataman. Amazon.com yozamiz.
hozir. Ko'rganlaringdek bu xuddi bizdan o'zimizga o'xshagan logo qismi. Biz xohlasalar rasmni qo'ysalaring bo'ladi. O'zlaring alohida logotip yasab. Bu yerga shu haqida kart o'shana qo'ygan. Bu bozor bo'lgani uchun ozgina farqli bo'ladi. Masalan, oddiy kurs bizniki o'xshab kursdan ochaman. PDP Akademiya borda, adashmasam O'zbekistonda. Akademiya onlayn kurs borda. Uni ham ko'ramiz, navbarni. Aha, ko'rganlaringdek logotipi, onlayn kurslar va nomer. Xuddi shunaqa navbar qilingan. Buni har xil qilsa bo'ladi, aytganimdek, oson narsa. Ya'ni har bir saytda ishlatiladigan narsa. Navbar qismi. Endi darsning yakuniga yetdik. Bugun biz Flexbox'ning asoslarini o'rgandik. Sizlarda uyda qilishlaring uchun uyga vazifa sifatida navbar yasang. Unda logo chapda meni o'ngda bo'lishi kerak. 3xn rasm galereyasi quring. Elementlar joy yetmasa yangi qatorda davom etsin. Xuddi boya keltirgan misolimga o'xshab. Bu yerdan foydalansalaring bo'ladi kodlardan. Kartalar yaratib, ularni teng balandlikda joylashtiring. Mana shu uyda qilib ko'ringlar. Keyingi darsda Flexbox'ning yanada murakkab imkoniyatlarini o'rganamiz. Hammaga omad. Rahmat, yaxshi o'tiringlar.